Hurmatli kuzatuvchilar, ayni damda men tikuv mashinalari yonida turibman. Bu brend dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Ayni damda Xitoyda ishlab chiqarilayotgan tikuv mashinalari o'zining qulayligi va ixchamligi bilan ajralib turibdi jahonda ham. Aynan bu bugun O'zbekistonda o'z taqdimotini boshladi. Aynan Namangan shahrida. Sun'iy intellekt endi tikuv mashinalarida. Hikarining yangi modellari taqdim etildi. İlk tikuv mashinalari 19-asr boshlarida sanoat inqilobi davrida yaratildi va to'qimachilik sohasida haqiqiy burilish yasadi. Bugungi kunga kelib esa jahon bozorida yetakchi bo'lib kelayotgan Xitoyga tegishli bo'lgan Hikari tikuv mashinalari brendi o'z texnologiyasini O'zbekistonga ham olib kirdi. Hikari nomi ostida ishlab chiqarilgan zamonaviy va qulay texnologiya Namangan shahrida o'z taqdimotini o'tkazdi. Hikari kompaniyasining eng yangi innovatsion mahsulotlari Intech Zellerlik kompaniyasi tomonidan keng jamoatchilikka taqdim etildi. Ushbu taqdimot nafaqat soha mutaxassislari, balki tikuvchilikka qiziqqan yoshlar va tadbirkorlar uchun ham katta qiziqish uyg'otdi. Tadbirda Hikari kompaniyasining asoschisi va bosh direktori Chairman Wu shaxsan ishtirok etib, yangilangan modellarning xususiyatlari haqida yig'ilganlarga ma'lumot berdi. Shuningdek, taqdimot marosimida Namangan, Andijon, Farg'ona va respublikaning boshqa hududlaridagi tikuv fabrikalari rahbarlari, mexaniklari va namanganlik mohir tikuvchilar ham ishtirok etishdi. Taqdimot davomida sun'iy intellekt asosida ishlovchi yangi avlod tikuv mashinalari, energiya tejamkor texnologiyalari va ishlab chiqarish samaradorligini oshiruvchi yechimlar namoyish etildi. Ishtirokchilar mahsulotlarni bevosita sinab ko'rish imkoniga ham ega bo'lishdi. Taqdimot marosimi doirasida ishtirokchilar o'z omadlarini sinovdan o'tkazib, 3 nafar ishtirokchi kompaniyaning yangi tikuv mashinalarini yutib oldi. Xitoy kompaniyasining Hikari kompaniyasi bitta shveniy mashina degani bitta ishchi o'rin degani. Hozirgi kunda Xitoy mashinalari juda oliy darajada chiqyapti. Ishchilar uchun, ishlash uchun orom beradigan mashinalar yetishtirib beryapti. Kelajakda juda sifatli tayyor mahsulot chiqadi. Tadbir yakunida esa ko'plab hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bu esa Hikari kompaniyasining O'zbekiston bozoriga kirib kelishi va mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlikni yo'lga qo'yishdan darak beradi. Bugun taqdim etilgan Hikari kompaniyasining yangi avlod AI asosida aqlli tikuv mashinasi H913 modeli o'zining ilg'or texnologik yechimlari bilan alohida e'tiborga loyiq. Ushbu qurilma to'liq raqamlashtirilgan tizimga ega bo'lib, smart klamp orqali ipni ushlash, bosim kuchini avtomatik sozlash kabi bir qator aqlli funksiyalarni o'zida mujassam etgan. Sun'iy intellekt asosida ishlashi natijasida ishlab chiqarish jarayonlari yanada aniq, tez va sifatli bo'ladi. Ip uzilish holatlari keskin kamayadi hamda mahsulotning umumiy sifati sezilarli darajada oshadi. IoT texnologiyalari bilan integratsiya qilingani esa ishlab chiqarishni yanada samarali boshqarish imkonini yaratadi. Umuman olganda, H913 modeli nafaqat texnik jihatdan yuqori darajadagi yechim, balki sanoatni raqamlashtirish yo'lida muhim qadam sifatida ham baholanadi. Bunday zamonaviy uskunalarning joriy etilishi O'zbekistonning to'qimachilik va tikuvchilik sanoatining global bozor bilan raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, murakkab texnologiyalar foydalanuvchi uchun qulay va sodda shaklda taqdim etilgani korxonalar uchun katta yengillik yaratadi. Natijada hamkorlar yuqori samaradorlikka erishib, sifatli mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatini kengaytiradi va bozordagi o'z o'rnini yanada mustahkamlaydi. Tekstil sohasidagi O'zbekistondagi bo'lgan hozirgi o'zgarishlardan juda katta prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar berilmoqda. O'zbekistonda xususan shu tekstil uskunalarni yetkazib berishda juda katta qulayliklar, bojxonada rasmiylashtirish juda oson bo'lganliklari va bojxona bojlarining olib tashlanishi juda katta imkoniyatlar yaratadi tadbirkorlarimiz uchun va fabrikalar bundan unumli foydalanib hozirgi kunda nafaqat O'zbekistonda va MDH davlatlarida, balki sanab o'tganimizda Yevropa davlatlari, AQSh davlatlari, Yaqin Sharq davlatlariga ham eksportni ko'paytirishgan va bu eksportni ko'paytirishda biz o'zimiz tomonimizdan Hikari kompaniyasining ilg'or texnologiyali mashinalarini taqdim qilganmiz. Uskunalarimiz dunyo talablariga, dunyo texnik talablariga javob beradigan uskunalar va bu qatorda yirik brendlar, ya'ni Nike, Adidas kabi yirik dunyoda mashhur brendlar
ya'ni aynan mana shunday uskunalarni talab qiladi. O'zimizning MDH davlatlari balki uzoq mamlakatlarga ham amalga oshirish imkoniyatini beradi.